qo'y, bo'ldi ham. Sizga ukol qilamizmi? Yo'q, ko'tdan qilamiz, qo'ldan qilamiz. Bola ukolni yuzga qiladi, yuzga. Go'zallik, qurbonlik talab qiladi. Asimetriya bor. Bitta tarafingiz baland, nasibalaringizni to'g'rilaymiz. Jigaringizdan bo'lsa, qo'llaringiz ham bo'lishi kerak. Bu quyoshdan tushgan demak. Faqat ajinlariga yaxshilab ishlasak, lifting qilamiz bu joylarni, tortamiz yuzsiz hop, oppoqqina bo'lasiz har doimgidek. $80 atrofida peshona ko'z atrofi o'zi hech kimga yetmasdi. $80 siz peshonadagi va ustidagi ajinlarni yo'q qilib berasiz va bu 6 oyda bir marta qilsa bo'ladi. Lekin yosh ko'rinib Biz turadi. uchun eng kerakli muolaja bu botoks. Qishsini qilamiz, qotib qolmaydi. $80 bu 900 ming so'm bo'ladi. 6 oyda bir marta bu ishni qilish menimcha arziydi. 70 ga kirdingizmi? Kirdim. Pishgan hammasi ketdi, tishgani yo'q. Chunchuqon. Ozgina ketdi bitta. Bugun 5-kun. Men bugun make-upga keldim.